Shu sani oliy maqsading, mana shu oilani bosh oshpazi bo'lish-a? Biz o'rtoqlarimiz bilan o'ynaganmizda shart bajarishga. O'shanda kiyishga majbur bo'lib qolganman-da. Hech kim sizdan menday xavotir olmaydi va menchalik mehr ham bera olmaydi. Nimani tushunmaysan, Tolib? Bu bola nima qiladi sani xonangda? Umringiz bo'lsin Chinordek. Bizga soyabon bo'ling. Abror akamni ko'p ham yolg'iz qoldiravermagin. Oshiqlari o'g'irlab ketishmasin. Sizga nima? Men bu oilaning a'zosiman. Oyim bilan ovora bo'lib, bu ishlarni tagiga yetganim yo'q. Shunday ekan, meni so'roq qilishga haqqingiz yo'q. Menga qara. Hozirroq kirib bolani oldirasan, tushundingmi? Nomusimchi. Endi kim ham olardi meni? Sevgi olov bo'lib yonmoq degani, yonib yonib boqar qara kul bo'ldim. Sevib sevilmagan bir telba bo'ldim. Sen ham meni chindan sevganmiding? Ay, sevgi olov bo'lib yonmoq degani, yonib yonib boqar qara kul bo'ldim. Sevib sevilmagan bir telba bo'ldim. Sen ham meni chindan sevganmiding? Ay, Yanga, hozir taqillatsam, dadasi chiqib kelmasmikan? Balki uxlashgandir, Kozim. Hamma uxlagan bo'lsa ham u uxlamaydi. Ustoz juda ko'p she'r yodlashga berganlar. A unda taqillatib ko'r. Yanga, u uxlamaydi. Ey yanga, shoshmang. Ey Kozim, Chiqmaguncha qaramayman. Kozim orqaga qara. ne kelding? Bu uxlayaptilar. Charoz, xo'sh nega kelding? Haligi ruchka berib tur. Ruchka? Do'kon to'la ruchka-yu, bor sotib ol. Men bu Xatni ber, xatni. mana Bu nima bu? ko'rmayapsanmi? Xat. Xating boshingda qolsin. Men sen bilan o'ynaymayman. Kozim. Xatni o'qisang bo'lardi-yu. Nakleykalar yopishtirib, sen uchun tayyorlagan. Nakleykasini boshimga uramanmi kenayi? Yosh bolamanmi men unga qurumsoq. Quruq xatni ko'tarib keldi. Yoniga shokoladmi, gulmi ko'tarib kelmaydimi? Voy tavba. Bolamas bular balo-ku. Biz yurgan ekanmiz, nona deb. Hey Kozim, to'xta. Kozim. Hey, shoshmang. Kozim. Qalaysiz? Siz nega keldingiz bu yerga? Sizni qidirib keldim. Nega meni qidirib kelasiz? Men sizni tanimayman-ku. Sizni sog'indim, Guli. Yo'qol bu yerdan, ko'zimga ko'rinma. Yur, mashinada gaplashamiz. Bor. Yur dedim. Qo'yib bor deyapman. Sizga aytishmaganmi? Yaxshi ayol bilan erkak hech qachon ajrashmaydi. Hatto onasini bahona qilib bo'lsa ham. Qachongacha oyjona deb ajrashganmiz deb yurasiz. Aslida Abror aka siz bilan yashashni o'zlari xohlamaganlar. Oyi. Oyi. Ha, Ovqatingizni yeng, oling. Xamiri hozir o'qib qoladi. yo'q. Juda ko'p suzib yoribsan-da, qizim. Ishtaham unchalik yo'q. Oyi, bir kun taq etib yiqilib qolsangiz, keyin bilasiz sog'liq nimaga kerakligini. O'shancha oling, yeb qo'ying. Sen qayoqdan ham tushunarding meni? Ering yoningda, seni sevsa.
Assalomu Assalomu alaykum alaykum. mehribon oilam. Ke bolam, yaxshimisan? Bolam? Bu gaplarni eshitish qanchalik yoqimli. Aka, lag'mon yeysizmi? Siz yeymi? Hozir sizib kelaman. O'tir. Sen bu yerda lag'mon cho'zib, lag'mon yeb o'tirur. U yoqda ering boshqasi bilan maishat qilib o'tiribdi. Aka, nima deyapsiz? Sherxon, bu hazillashadigan gap emas. Men ham hazillashmayapman. Ishonmasliginglarni bilardim. Mana bu Photoshopmikin, ha? Mana man alkash, darmayet bo'lishim mumkin. Lekin singlimni yerga urganni yerga tiqaman. Menga qara. Ko'tarolsa aytishim kerak edi. Ehtiyot bo'ling. Tolib, Nega mendan o'zing olib? sen hali ertaga o'zingga kelasan-ku. Ko'zingga ko'rsataman. Qo'yib yubor. Yur. Qo'yib yubor deyapman. Ishga. Voy, nima bo'lyapti? Qo'yib yubor deyapman. Yur dedim. Yur. Tort qo'lingni. Ey, kimsanlar? Sen kimsan o'zi patsan? Nima ishing bor bu yerda? Aralashma. Sevgan qizim bo'ladi. Nima? Aldayapti, ishonmanglar buni gapiga. Tolib, nima qilyapsan? Uni emas, buni ur. Tentak. Nima bo'lyapti? Hoy yigitlar, Kimsan? Boshqa. Nima bo'lyapti bu yerda? Sen yana keldingmi? Ana kungi kaltakamlik qildimi? Guli chaqirgandi. Biz bir-birimizni sevamiz. Oh, Aldayapti o'lay, agar men uni tanimayman. Rostdan aytyapman. qo'shar, yo'qol. Dada, Kir ichkariga, kir. Ana o kungi kamlik qildi shekilli senga. Yurman bilan. bola. Menga qara. Qani yur bu yoqqa. Sen ahmoq bola ichib olganmisan? Kechak olganmisan? Kecha boshqacha gaplashaman. Ey ahmoq. uzr Timur aka. O'lishim mumkin emas. Yur bu yoqqa. Lalayma. Dadajon. Voy, o'lmasa. Voy, o'lmasa. Voy, Assalomu alaykum oyijonim. voy, o'lmasa. Qayerda ishda bu? Tursanchi. Obkir xonasiga. Oyijonim o'zimni. Hozir. Voy, o'lmasa. Hozir. Oyijonim, yer aylandi, ko'rdingizmi? Yiroqqa bolam, yiroqqa. Qayerga ketyapmiz, oyijon? Mumkinmi Gul opa? Ha, keling. Gul opa, yig'lamang iltimos. Dadam o'zlari shunaqa. Jahllari tez. Aybdor bo'lib turib kalta yesam alam qilmasdi. Hammani ko'z oldida tarsak tushirgani alam qilyapti, Sevinch. Gul opa, bitta narsa so'rayman, faqat noto'g'ri tushunmay xo'p. Haligi odamni rostdan ham tanimaysizmi? Bu nima degani, Sevinch? Albatta tanimayman. Tanisam agar ahmoqmanmi kelinlik uyga chaqiraman. Umuman tanimayman. O'shanda ham dadangiz bilan restoranga borganimizda kelib o'zini shunaqa tutgandi. Xuddi taniydigandek.
Endi mana bugun uyga keldi. Manzilni qayerdan olgan bilmayman. Bu yerda boshqa gap bor, Sevinch. Bo'ldi opa, tushundim sizni. Men sizga ishonaman. Kerak bo'lganda o'zim himoya qilaman sizni. Sizga bitta kichkinagina maslahat. Buvimga bo'lgan voqealarni aytib bering. Sizga yordam beradilar. Chunki dadamning qulf kaltlari buvim. Dadam kelguncha buvimga hamma narsani tushuntiring. Menga ishonganingiz uchun rahmat, Sevinch. Albatta ishonaman. Axir biz dugona bo'lib ketdik-ku. Hozir kirib, buvingizga hammasini aytib beraman. Albatta ular meni tushunadilar. Ahmoq bola. Onajonim, rosa ko'p ichim yonyapti. İçim isib ketyapti. Isiysanda endi shuncha aroq ichgandan keyin. Onaginam, onajonim. Hay, jannat ona Boya eshitmasin yaraylanganini o'chi. ko'rdingizmi? Oyi, asabiylashmang. Hey, sanjib tur. Sevinch qani? Sevinch, Sevinch, men seni sevaman. Sevinch. Jannat ona eshitdim. O'chirdim. Oyi. Hay, Jim, hozir dadang kelsalar, sen bilan boshqacha gaplashadilar. Voy o'lay. Onajonim. Voy. Oyijon, siz bilan gaplashmasak bo'ladimi? Ha, keling. O'tiring bolam. Oyijon, kimdir o'g'lingiz bilan meni oramga qattiq sovchilik tushirishga harakat qilyapti. Harakat qilganda ham hech nimadan tap tortmayapti. Dilbardan boshqa buni boshqa odam qilmaydi. Xo'sh, nima bo'ldi o'zi? Xullas, bir kun restoranga boruvdik, o'tirgandik. Tushunarli. Qizim, men sizga ishonaman. Chunki men odam tanlashda hech qachon adashgan emasman. Abror ham sizga ishonadi. Ishonmaganda allaqachon sizni uydan haydab yuborardi. Menimcha, siz aytib bergan voqeani ortiga tushgan. Buni orqasidan Dilbar chiqishi aniq. Xavotir olmang. Xo'p bo'ladi, oyijon. Nima deganda? Assalomu alaykum. Mana qadrli oilam. Ichkiyo'lar qiroli kelibdi-yu. Zebo, qornim juda ham och. Ovqat qilib ber. Ovqatingizni boshqalar bersin. Tushunmadim. Sendan boshqa ovqat beradigani yo'q. Yeb qo'ydingiz-ku bola. Endi bu yog'iga ovqatni ham, boshpanani ham boshqasi beradi. Ha? Sizga sovg'am bor. Hozir. Tushunmayapman, nima demoqchisizlar? Nimadir bo'lyaptimi, oyijon? Gapirsanglar-chi. Kiring, yaxshi qiz. Assalomu alaykum singlim. Zebo bular kim? Kimligini sizdan so'rash kerak. Xotin bos. O'zingni bos. Men bu qizni o'lagar tanimayman. Unda mana bunisi nima? Aka, rasmni ko'rsating. Hozirda. Mana.
hali yonimda men o'tirgan stolning yoniga kelib o'tirgan siz edsiz. Tushunmadim. Nima endi uyimga ham kelib oldingizmi? Maqsadingiz nima? Meni oilamni buzishmi? Sevimli xotinim bilan meni ajrashtirishmi maqsadingiz? Gapiring. Nimaga indamayapsiz? Hozir bir daqiqa. Bu kim? Man, Yoningizdagichi? Sherxon. Qirolicham. Bu kim? Oyjon. Sherxon. Mana bu kim? Siz nimaga indamay turibsiz? Gapiring. Nimaga bu yerga keldingiz? Nimaga? Sherxon aka, men bu oilani buza olmayman. Ular baxtli, bir-birini sevishadi. Men keta qolay. To'xta. Haqiqatni aytib ketmaysanmi? Qoyil Sherxon. Qoyil. Mana shu uyda yashayotganligim sizga bunchalar malol kelganini bilmasdim. Hatto singlingizni ham oilasini buzish darajasiga keldingiz. Esiz. Sherxon, bu nima qiliq? Qachongacha maynavozchilikni davom etadi, Jiddiy bo'lasanmi, yo'qmi o'zi? Hamma narsani chegarasi bor, ahmoq. Oyi, haqiqatdan ham bu restoranda o'sha qiz bilan quchoqlashib, xiringlashib o'tirgan edi. O'chir. Zeboy. Quyoshim, narsalarni yig'ishtir. Bu uydan ketamiz. Hayır. Shoshmang bolam. Og'irroq bo'ling. Oyijon, bo'ldi yetadi. Mana shu yo'limga keldi. Sizni yaxshi ko'rib hurmat qilganim uchun. Hatto qizingiz sizning yoningizda bo'lsin deb shu uyda yashashga majbur bo'ldim. Endi men bunisiga chidolmayman. Uzr so'raymiz o'g'lim sizdan. Kechiring. Oyi, nima deyapsiz? Bu g'irt mashinniku. O'chir ovozingni. Sen bularni tinch oilasini buzmagin. Shunaqami? Mayli. Bilib qo'y. Zebo, ering odam emas. Bu shaytonning o'zginasi. Bir kun kelib tushunasan. Lekin kech bo'ladi. Isqart. Mana mazam bo'lmayapti. Hamma ishonsa ham qirolicham, sen ishonmasliging kerak edi. Bu men uchun qattiq zarba bo'ldi. Qanday qilib sen meni xiyonatda ayblashing mumkin? Aşkım, kechiring. Meni ko'zlarim seni ko'rgandan keyin ko'r bo'lgan. Boshqa birovni ko'rmaydi. Muhabbat timsoli. Men ketganimdan keyin sen oldinga hech kim kelmadimi? Keldi. Uni oilasi bor. Isbotlashimiz kerak. Yana aldanib yurmang dedi. Bilasiz-ku jonim. Nimaga xotinimni tashlab keta olmasligimni? U buni ko'tara olmaydi. Bilasiz, o'zi ozgina umri qolgan. Shu tinch yashasin deb sevmasam ham u bilan yashayapman. Akasi bo'lsa, tezroq singlisi o'lsa-yu, butun boylikka ega chiqsa. Hayotda mana shunaqa noinsof jigarlar ham bo'lar ekan. U ayolingiz bilan uchrashishimni so'rayapti. Mayli uchrashing. Ammo bitta ish qilamiz. Xafa bo'ldim. Uzr. Aşkım, to'xtang. Uf, oyi, endi nima qilaman? Bor, ko'nglini ol qizim, tez bo'l. Aşkım, to'xtang. Sizga surprizim bor, to'xtang. O'ylab yurib jinni bo'lib qolaman hozir. Bir yoqda Gulidan jahlim chiqyapti. Haligi yigit rostdan ham sevgan edimi? Yolg'on dedi-ku. Abror aka Gulini boshqa urmaganmikin, ha? Abror akani o'zini urib oray dedim-u. Otasi-da. Bo'lmasa o'zim bilardim. Mayli. Qizidan jahli chiqqanda Guli bilan gaplashib olishim kerak.
telefon qilaymi yo SMS yozsammikin? Bitta soxta odamga erim meni shuncha qiynadi. Agar Timur bilan munosabatim bilib qolsa, meni naqd o'ldiradi. Zinat. Opang telefon nimagadir o'chiq. O'zi ham qo'ng'iroq qilmayapti. Hali qaragandim, Telegramga ham kuni bo'yi kirmagan ekanlar. Hatto yozganimni ham ochib qaramabdilar. Bu bekordan bekorga javob bermaydigan qiz emas. Yuragim g'ash. Borib, xabar olib kelasanmi qizim? O'zi shundoq ham uyda begonada yashab yuribdi. Na tuzuk tog'ora jo'natamiz, na borib yo'qlaymiz. Oyi, opam uydagilari bizni tog'oramizga qarab qolishgan emas. O'zlari boy, oshib toshib yotishibdi. Endi nima bo'lganda ham onang to'g'ri gapni gapiryapti. Bir xabar olib turish kerak-da. Qiz bola eshik poylaydi. Yaqinlarim kelib qolisharmikin deb. Bo'ldi, endi u qizni berdim, uzatdim deb qutuldim emas-da. Menga qara, bugunchi nafaqam tushgan. Shunga ertaga bitta tog'ora qilaylik-da, qudamnikiga borib kelaylik. Nima deding? Siz ham borasizmi? Ha-da? Qizim qayerda yashayapti? Borib men ham ko'ray-da. Kuyovim baraka topkur, nuqul bir har nimalar tashab ketadi. Biz hech narsa qila olmayapmiz. Odam uyaladi-da. Ertagacha bunday bir oilaviy bo'lib borib ko'rib kelamiz. Bo'ptimi? Guli ham xursand bo'lib qoladi. Ana nimani chaqiramiz? G'aybulloni. Mashinasida olib keladi. Balki endi gapirarsan. Kim yolladi seni? Hech kim. Men Gulini sevaman. U ham meni sevadi. Sizdan qo'rqqanini ayta olmayapti. Qo'yib yuboring Gulini. Shunaqa degin. Alifbe bayrami esinglarda, maktabdagi. Qaysi biring, qaysi harf bo'lgansanlar? Demak, eslaringda yo'q. Men E harfi bo'lganman. She'riyam esimda. Dema meni ko'rib. Ehtiyot bo'ling kulib. Ekranda erkin ekan. Ermay qilsin chinakam. Qalay qoyilmisizlar? Shuncha yil o'tsa ham esimdan chiqmaganini qara. Shunaqa. Meni esimdan hech narsa chiqmaydi. Ayniqsa menga xiyonat qilganlar. Sevinch. Sevinch dedim. Voy, Sevinch. baqirma, jim. Jannat xola eshitib qolsalar, jahllari chiqadi. Oyi, biz uxlasak ular bemalol baqir-chaqir qiladi-yu. Nima? Ularga mumkin, bizga mumkin emasmi? Jim, bolam. Uy, ularniki. Biz shunchaki xizmatkormiz, bolam. Men xizmatkor emasman. Baqirma. Xizmatkor emasman. Baqirma, bolam. Men xizmatkor emasman, oyi. Mani bularda hech qanaqa qarzim yo'q. O'chir ovozingni, o'chir. Ahmoq. Ko'chada qolganimizda butun yaqinlarimiz ko'zimizga qaramagan, qo'lini ham cho'zmagan.
Bizga mana shular joy berdi. Boshpana berdi. Tushunmaysan bolam. To'ygan it egasini qoparganda bolam. Bor xonangga. Bor xonangga. Bor. To'g'ri aytdingiz. Itman. Nima uchun bilasizmi? Itday sodiqman. Bolam. Hozir xonamga chiqaman. Lekin bir kun kelib mana shu uydan chiqib ketaman. Chiqib ketaman. Chiqib ketamiz. Bor uyingga. Xonangga kirib yot. Yotaman oyi. Sizdan bitta narsa so'rasam maylimi? Shuncha paytdan beri dadam bilan bir-birlaringizni sevasizlar. Dadamni yuragingizdan sug'urib tashlay olasizmi? Yoki dadam sizni yuraklaridan sug'urib tashlay oladilarmi? Oyi. Eplolmayapman. Aka, bo'ldi. Aytaman. Hammasini aytaman. Xotiningizni haqiqatan ham tanimayman. Xo'sh, keyinchi Mani yonlashdi aka. Sevganim deb aytasam deyishdi. shunaqa deyishdimi? Kim aytdi? Voy, kelding bola? Keldim. Oyi, Ha. sizga pul olib keldim. Mana pul. Voy. Bu pulni qayerda olding, Mashrabjon? Nima sen birovdan pul so'radingmi? Yo'q. Mashrab tilanchi emas, oyi. Abror aka aytdi, Ehsonni olib bor dedi. Keyin menga pul berishdi. Kim berdi? Abror akang berdimi? Yo'q. Ha. Haligi Ehsonni olgan odam berdi. Bu o'zi kambag'al bo'lgan uchun ehson olsa. Ha? Yana nega senga pul berishadi? Bilmadim. Oyi, lekin men bu pulga sizni hajga olib bormoqchiman. Hamma onasini olib boryapti-ku. Birga boramiz, oyi? Ha, bolam. Boramiz. Biz ham bir kun oppoq kiyimlarda haligi katta samolyotga o'tirib balandlarda uchib boramiz. Ha, samolyotda faqat ikkalamiz bo'lamiz ichida. Ha, Mashrab bo'ladi, oyisi bo'ladi. Ikkalamiz. Hajga boramiz. Bolam? Ha? Mana qara. Mana bu kiyimini yuvib, dazmollab qo'ydim. Endi-chi, hech qachon kir kiyimlarda yurmaygan, xo'pmi bola? Xo'p, oyi. Xo'p. Mashrabjon doim toza kiyinib yuradi. Bu menga, bu sizga, oyi. Hajga boramiz. Ha. Keyinchi bolam, qorning doimo to'q yursin. Undan keyin hech kim bilan bekordan bekorga urushmaydi. Yo'q, Mashrab urushmaydi. Bolam, agar seni kimdir xafa qilsa, Abror akangga aytaver, xo'pmi? Xo'p, Abror aka yaxshi. Ha. Keyinchi, mabodo qorning och qolsa, ovqating bo'lmasa, odamlardan yordam so'rashga uyalmagin. Ular mehribon. Ha, haligi Mashrab haligi qorni ochsa, odamlardan uyalmasdan
so'rayversin. Ha. Odamlar ha. mehribon. Mehribon. Ha. Lekin hamma odamlar yaxshi, oyi. Yo'q bolam. Har doim hamma ham yaxshi bo'lavermaydi bola. Mana shu gapimni ham hech qachon esingdan chiqarmagin. Bo'ldi, Xo'pmi? bo'ldi. Yaxshi odamlar bor, lekin ular har doim ham yaxshi odamlar emas. Ha. Tushundimi, Ha, oyi? Mashrabjon tushunda? Tushundim, Ashraf. Ha. Oyi yaxshi. Mayli, men uxlayman endi. Uxlaysanmi? Boring, siz ham uxlang. Mayli bolam. Uxlagin bola. Xo'p, oyi. Xo'p. Rahmat. Mashrab yaxshi. Oyisi ham yaxshi. Mashrab yaxshi. Xotinini haydab yuborgani aniq. Urushgan. Erimdaqa odam xiyonatni kechirmaydi. Rejam hali ham ish berdi. Ishni bitirsa, yana $200 qo'shib beraman. Ishni boplabdi. Voy, assalomu alaykum. Bilardim, sog'inib qolishingizni. Sani sog'inmay bo'ladimi? Ilonsan-ku, ilon. Qani o'tir. Ammo ta'riflashga yana bir hayvon qo'shaman. Bilasanmi qaysi birini? Tulkini. Nega endi tulki? Sochim rangiga mos bo'lgani uchunmi? Yo. Feeling o'xshagani uchun. Bilasanmi, tulki o'rmonda hammaga o'zini yaxshi ko'rsatadi. Bo'ri esa ovni ochiqchasiga qiladi. Shuning uchun bo'ri yesa ham, yemasa ham doim og'zi qon yuradi. Tulki esa pistirmada hech narsa bo'lmaganda yuraveradi. Lekin ovchi ham anoyi emas. Men Gulini tanimayman. Buyurtma asosida shu ishlar Ha, mana shu. Sani nima haqqing bor edi? Mana ayolimni nomussizlikda ayblashga nima haqqing bor edi? Mana erkaklik g'ururim bilan o'ynashga nima haqqing bor edi? Men qildim. Men tulkiman. Ayyor tulkiman. Iflosman. Yer yuzida nimaiki yomonlik bo'lsa hammasini men qilaman. Chunki men sizni sevaman. Jonimni berishga ham tayyorman. Siz uchun xoin bo'lishga ham tayyorman. Birovlarga tuhmat qilishga ham, qotillik qilishga ham tayyorman. Eshitdingizmi? Siz men uchun nima qildingiz? Oilamiz uchun nima qildingiz, a? Menga qara. Bilib qo'y. Agar meni yana nomusim bilan, sha'nim bilan o'ynashadigan bo'lsang, tiriklayin ko'maman. Tiriklayin. Tushundingmi? Ahmoq. Bolama. Voy dadasi, keling. O'g'lim alkash bo'lib qoldimi? Shuncha o'qitib tarbiya qildik. Nima xato qildik bilmayman. Gaplashib qo'ying. Qulog'ini cho'zib qo'ymaysizmi? Nimaga jimsiz? Nimaga gapirmaysiz? Ovozingni o'chir. Muzday suv bilan tog'ora olib ber. Tog'ora? Ha.
kechqurun juda kerak bo'ladi. O'ziga kelsin. Ertalab gaplashaman. Xo'p. Sen ham darsingni qil. Senga ham navbat bola. Darsingni qil. Hozir tog'ora bilan suv olib kelaman. Tavba qildim. Ichkiga akamu gapimni eshitaman. Ichmay o'l. Darsingni qil, darsingni qil. Dars qilgan ekan mana, alkash bo'ldi. Dadasi. Hamma aytganingizni qildim. Tog'ora suv qo'yib qo'ydim yoniga. Yaxshi qilibsan. Siz bilmagan yana bir narsa bor. Siz yo'qligingizda o'g'liz chiqib rosa baqirdi. Men ketaman. Kambag'al emasman. Xizmatkor emasman. Dedi. Onasi. Bu dunyo qaytar dunyo ekan. Bu nima deganingiz? Yosh bola edim. Taxminan 14-15 yashar. Bolacha edim. Qo'shnimiz Komilning dadasi Volgada uni maktabga tashab qo'yardi. Meni ko'nglim esa o'ksirdi. Bilasanmi? Birdan bir orzuyim bor edi. Dadamning eski moskvichlari bo'lsa ham o'sha moskvichda meni maktabga tashab qo'yishlarini orzu qilardim. Bir kun ko'chada Komil bilan janjallashib qoldik. U meni yuzimga qarab, "Sani dadang kambag'al. Umri bo'yi o'sha hovlidagi 4 sotuv yerni ketmon chopish bilan o'tkazadi" dedi. Men ahmoq. Dadam himoya qilmadim. Aksiga olib kelib dadamga baqirdim. "Nega biz kambag'almiz, dada? Nimaga siz Komilning dadasiga o'xshab Volgada meni maktabga olib borib qo'ymaysiz?" deb rasa baqirimman. Dadam nima javob berdilar bilasanmi? Yo'q. Chunki men peshana terim bilan sizlarni boqaman dedilar. Halol mehnat bilan boqaman dedilar. Men o'g'rilik qila olmayman dedilar. Bilasanmi men qanday javob berdim? Dada, undan ko'rasa o'g'rilik qiling. O'g'rilik qiling deb arazlab chiqib ketdim. Qaytib kelganimda mast edim. Shunda dadam onamga shundoq degan ekanlar. Sovuq suv bilan tog'orasini qo'y. Yotsin degan ekanlar. Ertasi kuni o'zim kelganimda hayotimda birinchi va yagona marta dadamdan kaltak yedim. Kamar bilan savaladilar. Ishonasanmi? Dadam bor kuchlari bilan kamar bilan urganlarida kamarning zarbasini umuman sezmadim. Chunki shu paytgacha dadam menga qaraganlarida ko'zlarida cho'g' bo'lardi. Umid uchquni. O'shandan keyin dadamning ko'zlarida uchqunni umuman ko'rmadim. O'shanda dadamning yuraklarini og'ritganman. Qaniydi. Hozir yonimda dadam bo'lsalar. Gaplashsak bo'ladimi?
Zarur bo'lmasa ertaga gaplashaylik. Men uchun zarur. Gapiring, nima gap? Mana pichoq. Agar meni nopok xiyonatkor deb bilsangiz, hoziroq o'ldirishingiz mumkin. Gumon bilan oila qurib bo'lmaydi. Otam uylariga ham qaytib bora olmayman. Chunki otam meni bolalikdan halol pokiza o'stirganlar. Onam esa erga xiyonat qilmaslikni, erni hurmat qilishni o'rgatganlar. Men shu paytgacha ularga qarshi hech ham ish qilmaganman. Agar shunga ishonmasangiz, marhamat, o'ldiring. Sharmanda bo'lgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Pichoq bilan o'ynashmang. Qo'lingizni kesib olishingiz mumkin. Menga xiyonat qilmaganingizni yaxshi bilaman. Agar sizni xiyonat qilganingizga ishonganimda, o'sha yigit restoranda tomosha ko'rsatgan kuni sizni tiriklayin ko'mgan bo'lardim. Men hammasini tagiga yetdim. Xotirjam yashayvering. Sizda ayb yo'q. Faqat bir narsani. Qo'rg'oshinda ikki quloqingizga quyib oling. Ayol kishini xiyonati hech qachon kechirilmaydi. Erkaknikicha. Yaxshi dam oling. Oyimga ukol qilib qo'y. Ashraf aka keting. Menga qara, nonushta qilmasdan ketish mumkin emas. Yana dadam bilan urushyapsiz. Bor. Bo'lmasa naqd bo'larding. Tushundingmi? Nima uchun men birovlarning uyida xizmatkor bo'lib yuraman? Bugun sevinchli dars yo'q edi. Siz yoningizga yordam so'rab keluvdim. Salom, yaxshi qiz. Sekin, o'ting. Shoshmang. O'tgan safar siz bilan tanishib ola olmadik. O anavi yangi qabrni ko'ryapsizmi? Zavod rahbarniki. Yonidagi qorovulniki. Ikkalasini ham qabri tuproqda. Ashraf aka. Oyiz o'tib qoptilar.